Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlar yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Um, Men o'zimniki hisobotimni ochdim bugun. Uzoq vaqt sizlarga ko'rsatmaganlik. Jiq o'zgarishlarni qildim. Um, Hozir bu qurilmam tushdi. Hozir $1400 tushdi. Ammo hozirgacha shu hisobotimni ochqili 5-6 hafta bo'libdi. Bir oydan sal ochdi. Eng jiq tushgan vaqti hozir, ya'ni bu tunogin kash ravrus tushdi, pachaklar. Ba'zan o'zgarishlarni qildim. Sizlarga bir dokladni beritay. Mening qurilmamda eng jiq xatolik bo'lgan o'sha Teladoc, eng jiq tushgani shu. Buni men 2 qitim oldim. 3 qitim kendiyan qo'shib olibman. Ozroq. Hammasi tushdi. Hammasi eng beshida 25% dan 10%, 5% qilib yana qo'shib kendi ileverdim. Eng oxirida olganim $160 olibman. Hozirgi average 100 o'rtaq bahasi $187. Bu eng yuqori vaqtida Teladoc $300 chiqqan. Men shu Teladoc to'g'riliq bir ayrim video ishlamoqchi yaqinda. Nima uchun ishlayapti? Hammani ko'rsatmoqchi. Buni shu men eng beshida sizlarga degan, men xato olib qo'ygan bir paychak. Asli men beshida men biraqlam $5000 qo'yib ketgan. Asli $1000 olma deb xato bislib ishlab qolgan, lekin hech nima bo'lmaydi. Buni kelgusini men yana so'zlab berman. Lekin bu tushgan bo'lsa-mu, mening qurilmam yanada qancha %? 1,5-2% atrofida. Undan jiq emas. Ananikin sizlarga va'da bergandek olmani sotib ananikin bir cho'ng paychak PayPalni sotib shuning bilan mening qurilmam sal ojiz bo'lib qoldi. Shuning bilan men boshqa kuchliroq paychakni ko'ryapman. Mening birinchi bo'lib ko'ryotganim Facebook, ananikin Google balkim ilishim mumkin. Qarab, ular rasmiy tushgan vaqtida olma, lekin rasmiy tushmadi. Ular bek o'rlagatdi, 10% atrofida o'rlagatdi. Shuning ravrus tushgan bir paytida balkim saqlab qilish mumkin. Oshchaqda olma. Bu qurilmam hozir mening o'ylaganimdek unday kuchli emas. Qana desak, bek texnikalik yandan taraqqiy qilayotgan shirkatlar bakchiq. Shuningda bu qurilmam sal xatarlik qurilma. Chiqish tushish bak cho'ng bo'ldi. Ananikin mush qurilmamniki muqimligiga, xatarni yeyishga sal ta'sir etadi. Shuning men sal xatarni yeydigan ba'zan paychaklarni oldim. Hozir vaqtincha keyin ko'nglimdagidek qilib olgan vaqtimda bularni sotib o'tishim mumkin. Masalan, JP Morganni xiliji qoldim $5000. Balkim buni o'zgartmasligim mumkin. Buni men uzun yil saqlamoqchi. Ammo paychak tushgan vaqtda qarasanglar shunda jiq qizil, 9-10%, lekin JP Morgan 6-5% o'rlab berdi. Menga yaxshi qurilmamniki xatarni yetmadi. Yani bir xatarni yegini o realty income bu aram 1% tushdi. Buni men qilijiq oldim 2 ga bilib. Bu yana tushsa balkim yana ilishim mumkin, yani bizlar tushsa. Lekin men yangi olganim Spotify'ni balkim nurg'unlar bilishinglar mumkin. Bunda butun dunyoda hamma muzika anglatadi. Lekin bu bekorlikda yaqinda shu a'zolarga pul olamiz degandek gaplarni qildi. Shuni bak tushib ketdimi? Yaqinda sal tushdi bu. 10% 3 ga bilib olibman. 10% dan tushibdi 5-ikkisi. O'rtaq bahasi $250 olibman. Buni uzun yil saqlab bo'ldi. Balkim buni o'zgarish qilmayman. Chunki nima deb desanglar, bu Spotify muzikalar emas. Bunda xabar bilan chiqadi kelgusida. Shu podcast deganlar shundoq mavzuotda hozir xabarlarni mushlarga yo'tkilish mumkin. Mushlar xabarlik bir paycha ko'rayotganman. Masalan, Facebook, Twitterlarni kelgusida shunday bitishi mumkin. Foizmi xatirimni yapmagan bir paychak. Foizlarni buni jig'iltmay kelgusida. Buni balkim $7000 atrofida $7-8 ming qilib, yani bir asli jig'ilishi mumkin.
hozir 100 paychek vaka balkim 200 paychek qilish mumkin. Ana keyin bir qatini yapagini Microsoft. Microsoftning shunday yaxshi xabarlari bor. Masalan, Discordni setib olmoqchi. Andan keyin bularniki mau bulut cloud texnikasi yana o'rlab dunyo bo'yicha hozir 2-o'rinda turdi. Kelgusida yana yaxshi o'rlaydi. Buni balkim Microsoftni mustaq 5-6 o'rinlarda qo'yish mumkin kelgusida. Tattoo Chefni 200 nab bo'ldim hozirgacha. Bu vaqt kelgan chog'da hozir $16 atrofidami. Bu menimcha kelgusida shu balkim kelasi yildan boshlab azozda o'lishi mumkin. 4-5 yilgacha ya bo'lmasa 2-3 yilgacha 10 hassa o'rlaydigan paychak mening ko'zimda. Hozir buni jiq odam tonimaydi. Masalan, Wall Street'lar jiqlar tonib olamadi. Wall Street'lar mustaq yangi texniklik yemekliklarga amroq. Ya'ni bo'libmi shu plant based deymiz. Mustaq ko'ktatdan yasalgan go'sht bundaq yemekliklarga amroq. Shularni agar ko'zga chiliqib bilan qolsa, Tattoo Chef bek o'rlaydi. Shopify'dan hozir 3 paychak vaka. Men buni birisi vati yani 2ni keyindan qo'shib oldim. Balkim yana birini yana 2ni qo'shib olish mumkin. Chunki Shopify mayan xulosasi shunday yaxshi chiqdi. 100% revenue o'rlabdi. Yaqinda Raurus yana tushdi. Shunday yaxshi o'rildi, lekin 10% o'rlab, yana ozroq yana 5% mu tushdi. Agar qiziqsangiz hozir olsangiz bo'ldi. Shunday yaxshi. Marvel bir xatirimni yesin deb olib qo'ygan paychak. Buni vaqti kelgan chog'da set etmay ozroq o'ylab qolsam. Twitterni olmaydim. Twitterni balki yaxshi ko'rmayman. Anki men Facebookni aplamay, Twitterni vaqtincha olib qo'yay deb olib qo'ysam, vaqt tushib ketdi bu. 22% tushibdi boshqasi. Keyindan ilib sal to'liqlab oldim. $59. Hozir bir $52-3 qo'y deyman bahasi. Şöyle chiqib qoldi. Square shunday yaxshi, lekin yaqinda bir tushdi. Hozir bu yangi taraqqiy qilayotg'achqa shunaqa tushish chiqishi shunday yuqori bo'ldi. Hozir agar xohlasanglar, hozirdan boshlab olsanglar bo'ldi. Hozir bahasi shunday yaxshi. Square'ni sotmayman, uzun yil saqlayman. Chunki men Square, PayPal'ni setib bek o'rlay ketgandi. PayPal texim bekrak amroqdim asli. Lekin men bundan keyin Square'ni saqlamoqchim. Chunki men Raurus bir bisma selishtirib baqdim. PayPal, Square, and keyin Mastercard, Visa mushto'tsini. Bek o'ylashdim, shu to'tsi hammasi shunday yaxshi-da men uchun. Lekin birsini ham tanlashim kerak. Shuning bilan PayPalni chiqaryaptim. Keyin Mastercard bilan Visa'ni chiqaryaptim. Mastercard bilan Square ikkisidan shunda tanlab bo'lmay, oxiri yangidan taraqqiy qilayotganini tanlay bo'ldi deb Square'ni tanladim. Buni jig'iltib ustiga chiqarma. Square yaxshi, ya'ni uzun yil saqlayman. Dropbox shunday yaxshi shirkat. Buni sotmayman, uzun yil saqlayman. Bu bulutninki bir shirkati. Balkim kelgusida SPAC bo'lib o'ynab qilish mumkin. SPAC degan nima degan chog'da men kelgusida bir video qilib ishlab sizlarga tushuntirib qo'yaman. Zillow bir o'yinki shirkati. Open Door deb sizlarga tunishtirgan, shunga o'xshab qoldi. Zillow shunda yaxshi o'rlagan. Shuni bir qismini set etib o'rlagan vaqtida keyinda yana muayyan birsini saqlab qolgan. Keyinda bu yana azroq tushibdi. Bu 10% tek o'rlab, keyinda yana tushib ketdi. Shu chog'da sotmoqdan sal pushayman, lekin bir qismini sal azroq foydaga setayotgan. Kosei Gaming azroq o'rlab yana tushib oldi. Kosei Gaming'dan keyin o'rlaydigan vaqti oz qoldi. Menimcha 1-2 faslgacha o'rlaydi. Buni uzun yil saqlamayman, azroq o'ylab set etma. Zillowni shu, azroq o'ylasa balkim set etishim mumkin. Chunki menda Nimba, Open Door, Animo, Oba, Realty Income. Shu bo'z kifoya.
Palentini men hozir 100 pay chekab oldim. Balkim bugun kashlam yana qo'shib, yana 40-50 ni ilishim mumkin. Men bu 100 ni 300 qilmoqchi. Amal bilan meniki pay chekimniki 2-chi, 3-chi o'rinda turishi kerak Palenti. Buni men nechaga bilab oldim qaranglar. 4 ga bilab oldim. 26%, 15%, 10%, 8% tushdi. Hozir o'rtaq 12%. Average 23 dollar. Hozir o'zining bazasi 19 dollarlar atrofida. Agar bunga kechda o'rlab ketib qolmasam, men yana olmay qo'shib Palentino bazasi 20 dollarga. 19 dollarga tushsalar yana qo'shib olmay. Palenti shunday yaxshi. Kelgusi buni endi 10 yilgacha saqlaysizda, lekin buni olsangiz, hozir olsangiz bo'ldi. 20 dollar. Shunday yaxshi bazasi 10 narsa o'rlaydigan yana bir paychak bu. Tattoo Chef o'xshaydi. Balkim Tattoo Chefdan yaxshi bu. Kelgusida bu balkim 2000 dollarga chiqishi mumkin. Tesla o'xshash. Tesla'niki o'ziniki agar bo'linmagan bahasi bo'lsa, hozir 4000 dollarlar atrofida bo'ldi. 3500 dollarlar atrofida bo'ldi. Tesla'ni ben balkim hozir sotmayman. Bu yil balkim ishlamaymish mumkin. Hozir average 704 dollar. Tesla'ning o'zining bahasi 663 dollar. Agar 600 dollarni buzaytib men tushib ketib qolsam, yana qo'shib olaman. O chog'da men o'zimning shaxsiy hisobotimni tex olmadim. O'zimning shaxsiy hisobotimdan qo'shib olishim mumkin. Agar 400 dollar tushib qolsa yana qo'shib olaman degandek. Balki men kelgusida qanday qilmoqchi desanglar, balkim kelajak yil shu qurilmamda Tesla'ni meniki qurilmamniki birinchisiga chiqarishim mumkin. Birinchisiga. Walgreen shundaq xatarni yapagan pachak, unda bakchaq tushib ketmadi. Buni endi o'zgarish qilmayman, jiqma olmayman. Shu nimaga o'xshash, Kosega o'xshash 2 plaslardan keyin set etish mumkin. 70-80 dollarlarga chiqqanda. 40-50% o'rlamika deb o'tadim. Balkim 30% o'rilsin set etish mumkin. Ana keyin oxiri Bitcoin oldim. Chunki men sizlarga degan, men o'zim ancha yaxshi ko'rmayman. Men endi shunaqa bir video ishlay, nima uchun deb tayyorlik qilyapman. Balkim kelayotlarda ishlab chiqarishim mumkin, Alloh xolsa. O'zimning shaxsiy hech qanday hisobotimda Bitcoin yo'q. Lekin men sizlarga degan, agar yaxshi ko'rsanglar, shu qurilmalarniki 1%dan 5%gacha shuni olib qo'ysanglar bo'ldi. Balkim mana pul baxalligi bo'lib qolsa, o'shanda xatarni sal yeyish mumkin deb. Shunaqa ilib sizlarga ko'rsatib qo'ydim, qanday bo'lganini. Andan keyin men buni necha pulab olmoqchi, amal va shu qurilmamdagi 2%ga yetkazib, balkim 2000 dollarlar qilmoqchi. Keyin balkim yana Ethereumni 2000 dollarlar qilib olaman. Ethereumni men bakrak yaxshi ko'raman amaliyotda Bitcoin qaraganda. Andan keyin balkim nimni ya Cardano ya bo'lmasa Dogecoinni 1% olib qo'yishim mumkin. Shu mening kelgusidagi Bitcoinniki planim 5000 dollardan ish ketmaydi. Malani hammasi o'zim kuzatishga kirgizib qo'ygan pachaklar, hammasi yaxshi shirkatlar. Lekin olmadim. Lekin kuzatib turmay bularni. Yaxshi shirkatlar hammasi. Qolgan kuzatayotganlar mushlar shu. Hammasi shunda tushdi tunugun. Facebook bakcha qo'lga ketdi. Hozir biroqlam 320 dollarlarga chiqib ketdi. Google nima olmadim. Google qayerda qoldi? Google Mastercard mi yaxshi? Mastercard shunda xatarni yeydigan. Coinbase'ni azroq ilib setib foydasiga. Jiq emas. Tushib ketamki deb qarsam tushib ketdi. O'ziniki asli bahasiga ichildigan bahasiga tushib qolaylam deb qopti. Balkim yana tushishi mumkin. Mana Google 2400 dollarlarga chiqib ketgan bu. O'zimniki shaxsiy hisobatimda 2100
70 dollardan setib etgan buni. 300 ko'p foydasiga. Ma'noda o'rlab ketdi ekandan deb qoldim. Hanki ma nimga qarasanglar Fastly 27% tushib ketdi tunagunda. 60-70% tushgan bajaklar. Ma Workhorse shu. Agar xohlasanglar Workhorse'ni hozir olib qo'ysanglar bo'ldi. Bak tushdi. Qaranglar 9 dollar tushib qoldi. Bu 40 dollarlik bajakdi bu. Bultur. Yaxshi bajakdi. 40 dollarlardan eshib ketgan. Hozir bir 70-80% tushib qoldi-da bu. Endi shu menimcha hozirgi shu necha vaqtda hamma odamniki paychiga tushdi. Tushmagan odam yo'q. Meniki yana around 1900 dollardek tushibdi. Agar o'ylab qolsam meniki butun shu nima yangi taraqqiy qilayotgan shirkatlar boshqa bir o'ylasa jiq o'ylaydi. Anki nimga qarasanglar cho'ng grafiklar qarasanglar cho'ng grafiklar unda tushmadi. Nasdaq ham tushdi. Nasdaq mi yeshil ketdi lekin Nasdaq yaxshi o'rlimdi. S&P 500 Dow Joneslar eng yuqorqi pallasida hozir. Nima all time high deymiz. Shunda pallasida. Bulardan hozircha amonlar. Shu bugun xulosa mushinchilik qilay. Yani so'zlaydigan jiq gaplar bor. Ayrim so'zlab beray. Masalan, bu xatarlik o'yinlar leverage options degandek, anaki yana uzun muddatlik shu mablag' silish value investmentning zodi ma'nosi nima? Shuni yaxshiroq bir so'zlab berma. Alloh xolsa. Hamsa like sonni ko'rishaylik. Başmal taxtni biz shuni tuxamang. Başlarga tavsiya qilib qo'ying, obuna bo'ling. Anakin agar meniki shaxsiy hayotim qiziqsangiz, videoni ostida Instagram sahifamning ulanmasi bor. Andan keyin shu yerdan agar bizniki WhatsApp iqtisod to'pig'i qatnashgangiz bo'lsa, menga ayrim xat yozsangiz bo'ldi. Rahmat, Allohga omonat.